Funksiyani o'sish va kamayish oraliqlarini qaraymiz. Biz o'tgan darsda aytgandik, agar argument orttirmasi 0 ga intilganda funksiyaning hosilasi funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbati teng degandik. Aytaylikki, birorta funksiya grafigi mana o'syapti deylik. O'sish oralig'ida funksiyani hosilasini qilib chiqaylik. Argumentning x ga teng bo'lgan qiymatda funksiyamiz f at x ga teng. Argumentni kichik delta qiymatga oshiraylik. X ida deltaga oshirdik, x plus delta bo'ldi. Funksiyaning x plus deltadagi qiymati f at x plus delta. Mana bu funksiya f at x ida. F at x ning hosilasi ta'rifga ko'ra funksiya orttirmasini argument orttirmasiga nisbatlaydi. F at x plus delta minus f at x taqsim delta. E'tibor qilasizlar, funksiya orttirmasi musbat bo'lyapti. Funksiyaning x plus deltadagi qiymatidan x dagi qiymatini ayrsalaring musbat. Demakki, mana bu suratda ifodamiz musbat bo'lyapti. Argument orttirmasi ham musbat. Musbatni musbatga nisbati musbat bo'ladi. Ya'ni funksiyaning grafigi o'sganda hosila musbat ekan. Demak, xulosalab qo'yamiz. Funksiya grafigi o'sganda funksiyaning hosilasi 0 dan katta bo'ladi. Birinchi holat. Ikkinchi, funksiyaning grafigi kamaysin. Funksiyani grafigi kamayganda hosilasini qilib chiqamiz. Argumentning x ga teng bo'lgan qiymatida funksiyani qiymati f at x bo'lyapti. Argumentni kichik delta qiymatga oshiraylik. X plus deltadagi qiymati f at x plus delta bo'ladi. Ta'rifga ko'ra, mana bu f at x funksiyaning hosilasi f' x teng funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatlaydi. F at x plus delta minus f at x taqsim delta. Funksiya kamayuvchi bo'lgani uchun x dagi qiymati x plus deltadagi qiymatidan ko'ra kattaroq. Kichik sondan katta sonni ayiradigan bo'lsak, mana bu orttirmamiz manfiy bo'lyapti. Mana bu kichik, bu esa kattaroq. Ya'ni surati nima bo'lyapti? Manfiy. Argument orttirmasi musbat. Manfiy sonni musbat songa nisbati manfiy bo'ladi. Demak, funksiyani grafigi kamayganda uni hosilasi nima bo'lar ekan? Manfiy ekan. Xulosalab qo'yamiz. Funksiya grafigi kamaysa funksiyaning hosilasi 0 dan kichik bo'ladi. Yozib olasizlar. Aytaylikki, funksiya grafigi qayerdadir o'ssin, qayerdadir kamaysin. Funksiyani grafigi qayerdadir o'sdi, qayerdadir kamaydi, yana o'sdi va ho'kiz ko'rinishda bo'lsin. Hop, funksiyamiz mana bu nuqtalarda o'syapti.
Deylikki, mana shu nuqtaga qadar nima qildi? O'sdi. Demak, bu nuqtagacha, mana shu nuqtagacha funksiyaning hosilasi musbat bo'ladi. Mana bu oraliqda funksiyaning hosilasi musbat. Eşittir x katta 0. Va aytdik, funksiya o'sganda hosilasi musbat dedik. Xo'p, mana bu nuqtalarda funksiya grafiki kamayyapti. Deylik, mana shu nuqtaga qadar kamaydi deylik. Demak, mana bu oraliqda funksiya grafiki kamaysa, hosilasi manfiy bo'lyapti. Eşittir x'imiz kichik 0. Bu nuqtadan keyin yana nima qilyapti? Qolgan qismida yana o'syapti. Demakki, bu oraliqdagi funksiyaning hosilasi musbat bo'lyapti. Xo'p, endi mana bu nuqta haqida nima deyamiz? Eski darsliklarda, mana istir darsliklarida bu nuqta o'sish oralig'ining oxiri hamda kamayish oralig'ining boshi sifatida qaralardi. Ya'ni o'sish oralig'ining oxiri, ya'ni o'sish oralig'iga ham kirardi, hamda kamayish oralig'ining boshi hisoblanardi. Hozir yangilangan darsligimizda 2017-yilda yangilangan darslik. O'shanda bu nuqta endi muallaq holat. Ya'ni o'sish oralig'iga ham kirmaydi, kamayish oralig'iga ham kirmaydi. Ya'ni muallaq holat deb qaraladi. Mana bu nuqtani o'sish oralig'iga ham qo'shmaysizlar, kamayish oralig'iga ham qo'shmaysizlar. Xuddi shunday mana bu nuqtani ham nima qilasizlar? Kamayish oralig'iga ham qo'shmaysizlar, o'sish oralig'iga ham qo'shmaymiz. Ya'ni muallaq holat. Endi bu nuqtani qanday aniqlashimiz mumkin? Funksiyaning hosilasi mana bu qismida musbat edi, bu qismida manfiy. Musbat sonni manfiy sondan 0 ajratadi. Demak, funksiyaning mana bu nuqtadagi hosilasi 0 ga teng. Xuddi shunday mana bu yerda kamayyapti, hosila manfiy, bu yerda hosila musbat. Manfiydan musbat songa 0 orqali o'tiladi. Demakki, mana bu yerda hosilamiz nima bo'lyapti? 0 bo'lyapti. Funksiyaning grafigi o'sishdan to'xtab kamaysa ham hosilasi 0, kamayishdan to'xtab o'sib boshlasa ham hosilasi 0 bo'ladi. Hosilasi 0 bo'lgan bu nuqtalarni o'sish oralig'iga ham, kamayish oralig'iga ham qo'shmaymiz. Muallaq holat deb qaraymiz. Yoza olasizlar. Funksiyani ekstremlarini qarab chiqaylik. Ta'rif: funksiyaning maksimum va minimum qiymatlarini funksiyaning ekstremum deymiz. Xo'p. Aytaylikki, funksiya qayerdadir o'sdi, qayerdadir kamaydi deylik. Mana shu nuqtaga qadar o'sdi, qolganiga kamaydi. Xo'p, mana bu nuqtalarda funksiyani grafigi o'syapti. Demakki, mana bu oraliqda funksiyani hosilasi musbat bo'ladi. Bu nuqtalarda esa funksiyani grafigi kamayyapti. Demakki, bu nuqtalardagi hosilamiz manfiy bo'ladi. Xo'p, musbat endi hosila musbatdan manfiyga o'zgarsa, demakki, mana bu yerdagi hosilamiz nimaga teng? 0 ga teng. Funksiyaning grafigi o'sishdan to'xtab kamayib boshlagan nuqtani, mana bu nuqtani lokal maksimum deymiz. Tushunarli? Ya'ni shu oraliqdagi maksimum. Funksiya bir nechtagacha maksimum yoki bir nechtagacha minimumga ega bo'lishi mumkin. Shu oraliqdagi maksimumni lokal maksimum deyapmiz. Xo'p, maksimumni qanday topamiz? Funksiyaning hosilasi musbatdan manfiyga o'zgargan mana bu nuqtada, ya'ni hosilasi 0 bo'lgan nuqtada maksimumga erishadi. Deylik, boshqa birorta funksiya qayerdadir kamaydi, qayerdadir o'sdi. Aytaylikki, mana bu nuqtagacha kamaydi, qolganiga o'syapti.
mana shu nuqtaga qadar kamaydi. Kamayish oralig'ida funksiyani xoslasi nima bo'ladi dedik? Manfiy bo'ladi. O'sish oralig'idachi, mana bu yerda kamayapti. O'sish oralig'ida funksiyaning xoslasi musbat bo'ladi dedik. Kamayganda xosla manfiy, o'sganda xosla musbat. Demakki, bu nuqtadagi xoslamiz nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Chunki manfiyni musbatdan 0 ajratadi. Demak, agar funksiyani grafik kamayishdan to'xtab o'sishni boshlagan mana bu nuqtani keyinchalik funksiyaning minimum deymiz. Argumentning qiymati minimum nuqta deyiladi, funksiyani qiymati esa minimum qiymat deb ataladi. Bu yerda minimumga erishar ekan. Bu yerdagi qiymat minimum qiymat hisoblanadi. Xo'p, demak funksiya beriladigan bo'lsa, hosilani 0 ga tenglashtirasizlar. Agar hosilamiz musbatdan manfiyga o'zgargan nuqta bo'lsa, u maksimum bo'ladi. Hosilamiz manfiydan musbatga o'zgargan nuqtada esa minimumga erishadi. Yozib olasizlar. Xo'p, berilgan funksiyani minimum qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, berilgan funksiyani aniqlanish sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, x ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari 0 dan cheksizgacha. Demak, grafikimiz 0 cheksiz oralig'ida mavjud. O'ssa ham, kamaysa ham 0 cheksizda o'sib kamayadi. 0 dan kichik oralig'da esa grafik mavjud emas. Grafik mavjud bo'lmasa, maksimum ham, minimum ham mavjud bo'lmaydi. Demak, boshdan aytdik, aniqlanish sohasi 0 cheksiz bo'lishi kerak. Deylik, funksiya xoslasini hisoblaylik. Natural logaritm x minus x kvadrat taqsim 2 ning xoslasi. Ayirmani xoslasi xoslar ayirmasiga teng. Natural logaritm x ning xoslasi x kvadrat taqsim 2 ning xoslasi. Natural logaritm x ning xoslasi 1 taqsim x. Bundan xosla olsak 2x taqsim 2 bo'lyapti. Hop, ikkilar qisqaradi. Umumiy mahrajni keltirsak 1 minus x kvadrat taqsim x. Xosla oldik. Endi xoslaning ishorasini tekshiraylik. Demak, 1 minus x kvadrat taqsim x ifodani kasrni ishorasini tekshiramiz. Deylik, suratini 0 ga tenglashtirsak, minus 1 bilan 1, mahraj teng emas 0 desak 0. 0 dan chap qismini ishorasini tekshirish hojati yo'q. Boshda aytdik, x musbat bo'lsagina grafik mavjud. 0 dan chap qismini tekshirmaymiz. 0 dan o'ng tomonda. Deylik, mana bu bosh koeffitsiyenti manfiy bo'lgani uchun bu yerda ishoramiz manfiy, bu yerda esa musbat. Xo'p, mana bu oralig'da xoslani ishorasi musbat bo'ldi. Mana shu yerda xoslani ishorasi musbat. Bu yerdachi xoslani ishorasi manfiy bo'lyapti. Birdagi xoslamiz esa 0 ga teng. Xoslamiz musbat bo'lganda funksiya o'sardi, xosla manfiy bo'lganda kamayardi. Ya'ni mana bu yerda o'sadi, bu yerda esa kamayadi. Demakki, birda nima bo'lyapti? Maksimumga erishadi. Xo'p, maksimum nuqtamiz so'ralsa, masalan, maksimum so'ralsa 1 ga teng. Maksimum qiymat so'ralsa, demak, maksimum nuqta bilan maksimum qiymatni farqiga boraylik. Maksimum qiymat so'ralsa, xo'p, mana bunimiz maksimum nuqta edi. Ya'ni birda maksimumga erishadi. Funksiyani maksimumichi maksimum qiymat desa, funksiya maksimumga 1 ga erishyapti, 1 ni
keltirib qo'yamiz funksiyaga f(1) hisoblasak, naturallarga rifm 1 minus 1ning kvadrati taqsim 2. Shunga minus 1 taqsim 2 ekan. Yozib olasizlar. Hop, keyingi misol, deylik, berilgan funksiyani kamayish oralig'ini topishimiz kerak. Hop, birdan aytib qo'yaylik, x 0 bo'lishi mumkin emas, kasri aniqlanmay qoladi. Dastlab hosla olaylik funksiyadan 4x plus 1 taqsim x ning hoslasi. Yig'indining hoslasi hoslalarning yig'indisiga teng. 4x hoslasi 4, 1 taqsim x hoslasi 1 taqsim x kvadrat. Umumiy mahrajga keltirsak, suratda 4x kvadrat minus 1 mahrajda x ning kvadrati. Hosla oldik. Endi hoslani ishorasini tekshiraylik. Kasrni suratini 0 ga tenglashtirsak, hop, 1 taqsim 2 hamda minusdan 1 taqsim 2. Mahraj teng emas 0 desak, mana 0. Ishorani tekshirsak, bosh koeffitsient musbat, bu yerda musbat, manfiy. X kvadrat ishorasi o'zgarmas ifoda, 0 ning atrofida ishora o'zgarmaydi. Mana bu yerda ham musbat. Xo'p, mana bu oralikda hosla musbat bo'lyapti. Demakki, funksiya nima qiladi? O'sadi. Mana bu yerda hosla manfiy, kamayadi. 0 da grafik uziladi. Xo'p, hosla manfiy bo'lgan qismida grafik demak kamayadi. Hosla musbat bo'lganda esa funksiya o'sadi. Mana. O'sish oralig'i qaysi bo'lyapti? O'sish oralig'i minus cheksizdan minus 1 taqsim 2 gacha. Eski darsliklar bo'yicha yechadigan bo'lsak, mana bu minus 1 taqsim 2 o'sish oralig'ini oxiri hamda kamayish oralig'ini boshi hisoblanardi. Yopiq qavs qo'yilardi eski darsliklarda. Hozir yangilangan darslik bo'yicha minus 1 taqsim 2 ga ochiq qavs qo'yamiz. Minus 1 taqsim 2 da o'sishdan to'xtayapti-da, kamayib boshlayapti. Muallaq holatda o'sish oralig'iga ham qo'shmaymiz, kamayish oralig'iga ham qo'shmaymiz. Xo'p, undan tashqari mana 1 taqsim 2 gacha kamayyapti. Keyin bu yerga nima qiladi? Qolgan qismiga o'syapti. Eski darslik bo'yicha 1 taqsim 2 ga yopiq qavs qo'yilardi. Chunki 1 taqsim 2 ham o'sish, ham kamayish oralig'iga qo'shilardi. Yangilangan darslikka ko'ra 1 taqsim 2 hozir o'sish oralig'iga ham, kamayish oralig'iga ham qo'shilmaydi. Shundaga 1 taqsim 2 ga ochiq qavs qo'yiladi. Demak, mana shu oraliklarda nima qilyapti? Funksiyamiz o'syapti. Kamayish oralig'icha minus 1 taqsim 2 dan 0 gacha, 0 dan 1 taqsim 2 gacha bo'lyapti. Yozib olasizlar.